Yaxshim sizlar hammalarning shu xayrli bo'lsin, manzillarga salom alaykumlar bo'lsin. Bugun bo'lsa menga nisbatan azobli bir kun bo'ldi. Chunki ataqli artistimiz san'at sahnasida o't bo'lib chaqnagan Mahmud Sulaymon ustoz bizdan mangulik ayrildi. Nurg'un odamlar timbraylarga chiqadi. Nurg'un odamlar azoblandi. Lekin ularning nima ish qilishini bilmaydi. Nima ish qilib beradi. Hech bo'lmasa azroq postimi ko'nglim yirim bo'ldi. Lekin ba'zi odamlar xayoligim chirib qolmadi. Chambaraklar qarshi o'ynagan degan yerlarni chiqarib. Bugun shuni his qilib qoldim. Men muhabbat xabar debdim. Lekin muhabbat qilmabdi. Ne muhabbet tapqıl buldu deb o'ylagan. Tapqıl bo'lmaydi. Muhabbet tapqıl bo'lmaydi. Bugün shuni o'ylab qoldim. Hammamiz ketadigan olamga bir-birimizga havas qilishib, lazzat qilishib, ko'ngillarga azor berishib o'tmasak. Bo'lsa qo'limizdan kelishicha yaxshiliklarni qilsak. Shu Mahmud Sulaymon ustozni bilamiz. Mush ataqli artistimiz san'at sahnasida o't bo'lib chaqnagan Mahmud Sulaymon ustoz kimniga yaxdimay yaxshilik qo'ldan kelishicha yordam qiladi. Uni nima qilishga eslaymiz. O'lsin nima buncha qayg'uramiz. Chunki u kimga yaxshilik qila oladi. U haqiqatan qattiq-qomatli bir odam. Bir inson. O da bizim gönlümüz mengi hayat. Onu mengi eslaymiz.